Avvalambor hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizani kuzatib turganlar. Yana bitta uyimiz baraka bo'ldi. Mana xonadon egasi o'zim o'rtog'imda yaxshi chiroyli fikr eshitamiz. Xudo xolisa o'rtoq, qanaqa bo'ldi? Reklama qildik, uyni ko'rsata bildik. Klientlarning kelishi qanaqa bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. 2-3 kun bo'ldi qo'yilganiga. Odamni tinmadi. Yaxshi bo'ldi, barakasini bersin. O'shalardan bittasiga nasib qildi. Inshaalloh. Xudo xolisa biza narx to'g'ri belgilamizmi? Albatta. Narx to'g'ri belgilab, xudo xolisa uyni sotib berishga Allohning fazli bilan muvaffaq bo'ldik. Xudo xolisa sen yana bizani kuzatib turganlarga, uyni sotmoqchi bo'lganlarga bizani tavsiya berasan inshaalloh. Albatta, shularga tavsiya beraman. Mana shu bilan baraka bo'ldi. Kecha hal bo'ldi ishimiz. Xudo xolisa zo'r bo'ldi. Uyini 3 kun bo'ldi reklama qilganimizga. Tinmabdi telefonlar, alhamdulillah hammasi Allohning fazli bilan sababini qildik, uyi barakasini bo'lib inshaalloh sotuvini qilib yubordik. Reklama raqam qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib gaplashsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.